Просто man o'ylaymanki, kelayotganlar mana reально muxlislarim juda ko'p. Auditoriyam yaxshi ko'radigan o'shalar keladi. Yomon ko'rganlar, конечно, kelmaydi. Chunki hayotda men negativ umuman ko'rmaganman. Shu Instagramda yozsa ham hayotda hammasi o'sha negativlar ko'pincha masalan qanaqadir uzoqroqda bo'ladi. Ularni aytganimdek mana shu hayoti boshqacha, оболочкасы boshqachada. Internet bizani bir qadam yaqinlashtirib qo'yganligi sababli ham balki shu narsa farqi borki, masalan bizga mana hayotda yaqin konsertlarimizga kelgan odamlar ular internetda nima desam ekan, qanaqadir yozib unaqa kelmaydi, mana hayotda kelib поддержка qiladi. Aynan masalan men ko'rib turamanki, hattoki bizani sportsmenlar nimagadir erishsaki, o'shalar ham ko'rolmay chiqishadi. Men mana shu narsani ham tushunmayman. Bizda shunday mayli, mani ko'rinishim boshqachadir, men bu narsani tushunaman, lekin bizda mana O'zbekistonni ko'tarib sportsmenlarimiz chiqib kelsa, ularga nimadir mabodo sovg'a qilib qolsa, mana erishdik, mana senga o'shani ham gapiradiganlar bor-da. Men как бы bu narsa aytmoqchimanki, bu narsaga ahamiyat bermaymiz. Ko'pchilik like yig'ish uchun ham negativ yozishadi. Negativlarga har doim ko'p like bo'ladi. В основном shunga. Hamma negativ yozadiganlar ko'pchilik kichkina mayda o'quvchi bolalari. Ular ko'chada ko'rib qolsa, "Mupinapa" deb yugurib kelishadi. Shuning uchun uncha e'tibor qilmaslikka harakat qilaman. No da, inogda такой tep etadigan gaplar bo'ladi. Mayli, hamma o'zini baribir fikri bor. Bu tur dastur haqida ham to'xtalib o'tsangiz, ijodkor